Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Olimlarning aytishiga qaraganda 2025-yil, 2023 va 2024-yillarga qaraganda ancha issiq kelishi kutilyapti ekan. Shu munosabat bilan siz mijozlarimiz uchun ajoyib aksiyalarni tayyorlab berganmiz. AUX brendidan 12 talik, 18 talik, 24 talik, hattoki koloniya konditsionerlargacha chegirmalarni boshladik va sizlarga hozir qisqacha ma'lumot berib o'tib ketaman. Ushbu konditsionerimiz 12 talik inverter motorli, asosiysi erotik freon, ya'ni ekologik sistem bo'lgan freonlarda ishlaydi va nihoyatda tok sarfi past. Narxiga keladigan bo'lsak, siz mijozlarimiz uchun $299, ya'ni 3.890 ming so'm qilib beramiz. Va 2024-yilda eng trendga chiqqan konteynerlardan biri 12 talik Kare modelimiz. Ya'ni bunda qo'shimcha funksiya bor, ya'ni issiq va sovuq havolarni bir xilda mayin qilib chiqarib beradi va asosiysi bunda qo'shimcha tent ham bor. Narxi bo'lsa $310, ya'ni 4.30 ming so'm qilib beramiz va shu narxda eng ko'p sotilgan modellardan biri 12 talik JLR modellarimiz. Bu ham qo'shimcha tent bilan jihozlangan va nihoyatda dizayni chiroyli va ekologik sistem bo'lgan 410 freonlarda ishlaydi. Bu ham narxi 4.30 ming so'm, ya'ni $310 va 18 taligini bo'lsa, xuddi shu modelimizni 6.300 ming, ya'ni $484 qilib beramiz. Va konditsionerlarimizga AUX brend tomonidan 3 yil kafolat beriladi va qo'limdagi original talon bo'ladi. Va video obzorimiz yoqqan bo'lsa, obuna bo'lish va like tugmalarini bosishni unutmang va bizdan sifatli, ishonchli va asosiysi arzon konditsionerlarni sotib oling.